Assalomu alaykum aka, yaxshimisizlar, tushunasizlar? Bugun sizlarga mana ko'rib turgan mashinalarni ishda ko'rsataman. Ya'ni bu Prius Plus One. Hozir ochamiz mashinani. Xo'p, mashinamiz 2015-yil. Buni panorama, nima deydi? Bundan oldingi videolarimda ko'rgansizlar, ekonom, ya'ni Uber X обычный tarifda ishlab ko'rsatganman. Bugun shu Comfort va XL tariflarda ishlab ko'rsataman. Uni ichida albatta oddiy tariflar ham bo'ladi. Sababi 3 ta 4 ta tarifini yoqib olganman. Xo'p, mashinani bismillahirrohmanirrohim. Mashina yondi. Endi ozgina zavat bo'ladi, ungacha men sizlar bilan mashinani tanishtirib o'taman. Xo'p akalar, mashina zavat bo'lgungacha biz ba'zi ishlarimizni qilamiz. Ya'ni telefonni yoqdik. Telefon tayyor, qirobir vozda tayyor bo'lib turibdi. Xo'p, endi hozir sizlarga mashinani bitta chiroyli qilib obzorini qilib beraman. Xo'p, mashinamiz kecha yuvildi, yomg'ir yog'ibdi va yana o'sha qora mashinaning kasali kir bo'lib qolgan. Xo'p, turishi shu. Kapotini ochgandik, kapotini yopamiz hozir va o'zingiz nomerda ishlab chiqariladi. Hop, orqa eshigini ochganlaringda bitta unaqa siristlar ham turibdi, kechga yurgan, bularni olamizda orqaga tashab qo'yiladi. Hop, oilaviylar uchun Damas tonnini bosadigan mashina ekan. Juda ham yaxshi, bunaqasi nima deydi, ekonomishni ancha-muncha narsalari nima deydi, 2015-yil bo'lishiga qaramasdan любой mashina bilan ekonomishni taraf bo'yicha, qulaylik taraf bo'yicha ham hozir mashina ishga qo'yildi, javob beraveradi ekan. Yo'lga qo'yamiz, bo'ldi. Albatta mashinamiz qizidi, bo'ldi. Mashinani orqaga odam chiqarayotganimizda bunaqa turib, nima qilinadi? Odam orqaga chiqariladi. Atak hozir bizga bu narsa kerak yo'q. Yana orqaga qaytarib, cho'tka qilib qo'yib qo'yiladi. Bu olsak chiqib, mana kengligini qaranglar, mana ketaveradi. Tepada hozir panoramani ham ochib beramiz, chiroyli qilib. Xullas akalar, bugun sizlarga 12 soatlik smenani полностью ko'rsatib beraman. Shuning uchun kanalimga mehmon bo'lsalaring, bir dona like, obuna bo'lib qo'yinglar. Qo'yayotgan like'laring, bo'layotgan obunalaring menga keyingi video chiqarish uchun motivatsiya bo'ladi akalar. O'shaning uchun ko'p YouTube'da ko'rinish bermadik. Endi bundan beri chashda chiqib, ko'rinib sizlar bilan ma'lumotlarni ulashib boramiz. Qani bo'lmasa boshladik. Xo'p akalar, hozir gaz quygan ekandim. Propan zlotda 4 zlot hisob qilinyapti. Men sizlarga dollarda hisobini chiqarib qo'yaman. Shu talabda bitta zapravka qilib cheketilinadi. Shu 12 soatga bemalol yetadi. Hozir urushdan keyingi ahvolga juda ham qimmat bo'lib ketgan. Endi nima desam bo'ladi? Bir oshdi, yomon oshdi. O'sha oshgan paytida где-то 1 zlotga yana oshib ketdi. Oldin 290 bo'lsa, hozir 390 shunaqa bo'lyapti. Bu yerda nasonacha ham gapirib turibdi. Qaraysan? Evet. Не потребно. 26,76. Да. Dzięki. Hop. Bo'ldi, mashinaga o'tirdik. Hop. Akalar, bugun nima deydi? 5-smenani ko'rasizlar inshaalloh. Hop. Hozir sizlarga nima ochiladi? Nima deydi? Panorama bo'lgani bilan vid beradi-yu, lekin mana ochilmasa foydasi yo'q ekan, to'g'risi. Lekin bu ochilmaydi, tepasi ayni oyna deydi-ku. Bag'a ochilmaydi, lekin polni osmonni ko'rib ketsa bo'ladi. Shunaqa akalar, endi hozir sekin Uberga kiramiz va ishda boshlaymiz. Hop, metdan gazga o'tkazib olamiz. Hop akalar, vперед yozamiz. Katta liniyaga chiqdik. Nega? Xo'p, bu YT setga kiramiz. Boshlandi. Ishni boshladik. Xo'p, men sizlarga hozir priложение bilan tanishtirib chiqaman. Xo'p, Comfort, Courier, Electronic, Uber XL, Uber mana tushdi o'ziz akazimiz 4 kilometrdan 16 minut deyapti. Buni olishimiz shart emas. Bu uzoq ekan, hech kim yaqinroqdan tushsa olamiz.
Hop, shunaqa gaplar akalar. Ish boshlandi. Soatimiz 8:37, xudo xolasa. Hop, ertalabda shunaqa zakazlar beryapti, lekin uzoqroqdan beryapti. Bizga to'g'risi bu to'g'ri kelmaydi, o'sha uchun olinmaydi. Hop. Mana munosib bo'laveradi komfort. 4.9 bilan tashlayapti. Sababi 4.7, 4.5, 4.4lar o'sha nima deydi? Robert degan akani olamiz. Hozir borib ketdi o'zini. Qilnatda shu Robertni olib tashab qo'yiladi. Hop, bu yerda praizimiz bor. 10 ta polis ham turibdi. Polis turibdi o'chda. Hop, sekin borib qilnatni olaveramiz. Hop, imenda Polshada, Varshavada juda ham havosi toza ekan. O'sha 1 yil davomida bildim. O'zbekistonda bundan to'g'risi qiynalardi nafas olganda. Nima deydi, daraxtlar ko'p juda ham. Shaharda o'rtasida bo'lishimizga qaramasdan ko'ryapsizlar, har bitta огородida daraxt bor. Bu tarafda ham daraxt bor, daraxtlar, ko'kalamzor, nima deydi, daraxtlar ko'p xullas. Sizlar hop, endi Robertda hozir olinadi. Aslan chiqqanda jin dobri, keyin orada savol bersa, javob gaplashib kelsa gaplashib ketilinadi. Atak ungacha misol gapirishish shart emas. Agar ko'pchilik aytadi-ki, rus tili bilan qiynalmaymanmi, bu deydi, rus tili bilan polskiy yozikda olib ketishingiz osonroq bo'ladi. Sababi ko'proq ukrainlar bor albatta, polaklarda ham ba'zi biri tushunadi, lekin polak tilida gapirganingiz, o'zi gapirishingiz osonlashib ketadi. Agar rus tilisiz, ingliz tilini o'zi bilan keladigan bo'lsangiz, polak tilini olib ketishingiz qiyin bo'ladi demagan bo'lardim, lekin o'ziga yarasha tushunmovchilik bo'ladi. Sababi ko'p polak so'zlari rus tiliga juda yaqin. Shunaqa. Поездка boshlanishidan oldin shunaqa chiqadi. Xullas bu pользователь jim ketaylik deyapti. Xullas radio qo'yilmaydi, hech narsa qo'yilmaydi. Chiqadi, hech narsa demasdan jim ketilinadi. Bo'ldi. Shunaqa akalar. Videoni shetigacha ko'ribsiz. Menimcha sizga videoim qiziq, shu uchun sizlarga Telegram gruppamni tavsiya qilaman. Voditellarniki, ya'ni Polshada voditellar yig'ilgan, 700 tadan ortiq voditellar yiqqanmiz. O'tib obuna bo'lsalaring, o'sha yerdan foydali ma'lumotlarni ham olsalaring bo'ladi. Hammani kutib qolaman gruppamni. Описаниеda birinchimi o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Xo'p akalar, brat tashlab qo'ydik. Robert, normalni. Hop, bizga tushgani bitta paysi 28 so'm tushdi. Keyingi zakazga kutamiz, yuramiz. Hop, sentralniy yoniga olib keldik. Sentralniy shaharning markazi. Xudo xolasa endi o'sha sekin borib bir joyda o'tirib turiladi zakaz tushgungacha. Ko'ryapsizlar, 32 zlot berdi. To есть 28 emas, 32 zlot bo'ldi mana. Yo chay bergan, yo bilmayman. Noto'g'ri hisoblagan приложение bizga ikkinchi zakazimiz bor o'sha. 10 zlot ko'rsatyapti Uber X'dan. 1.8 ga olib qo'yamiz. Nima deydi? Talabda zakazda atmay qilinmaydi desa, lekin uyumadik baribir. Hop. Shunaqa akalar, havo bulutli, kechish kuni rosa issiq bo'ladi, bilmayman, bugun shunaqangi bulutli. 482 Uber X'dan tushyapti, aeroportgami? Aeroportga yo'q, aeroportga bormas. Chunki aeroport akalar meni uchun opasniy. O'shaning uchun bormayman. Sabab o'ziga yarasha sabablar bor. Kommentga kirsalaring, taksichi akalar o'zlari yozib ketishadi. Bizda keyingi zakazimiz Dolga poyezdka Uber X'dan tushdi. Bilmayman, yumadik. Kutamiz yana. Biz akalar, biz zakaz kutyapmiz. Metda fashatchi akalarimiz ishda boshlashyapti. Polshaga birinchi kelganimda shunaqa qurilishda to'g'risi qiynalib ishlaganman. Qiynalib desam, endi qurilishdalar qiynalib ishlayotgan deyilmaydi, lekin odam qo'lidan kelgan ishni qilsa, o'shunda nima deydi, baraka topadi. Biz qo'limizdan kelmagan bir oy ishlaganmiz, pasti tekin va $200 qarzdan bo'lib chiqqanmiz. Xullas, metda akalar kontor bor,
yaxshi kursda anaqa bo'ladi, pulni zamana qilsalar ham bo'ladi, ya'ni misol dollar bilan, yevro bilan kelsalar ham zlotga yaxshi kurs topib qolishadi. Bu o'sha ko'rib turgan bu binoda ro'parasida. Xo'p akalar, bizda keyingi zakazimiz bor, 21 zlotga. Короче, tushdimi, tushmadimi? Tushgan bo'lsa olamiz, olib tushibdi. Ketdi bo'lmasa. Bilasizlar, taksida o'tkazilgan vaqt hisob qilinadi. Yurgan kilometringizni ham hisobga olsangiz bo'ladi, lekin ko'p o'tirib qolsangiz, zakaz tanlab qolsangiz, zakaz tanlab vaqtingiz o'tib ketib qoladi. O'shaning uchun shunaqa zakazlardan urilaveradi va faqat o'sha aeroport bo'lmasa, bu vokzallar bo'lmasa bo'ldi. Xo'p, ko'rib turibsizlar akalar, svetoforlar hamma yoq batda zo'r ishlaydi. Umni rosa ham umni qilib qo'yishgan. Даже bu sariq o'tib, qizilda o'tib ketsangiz ham, naryoqdagi odam hisobini 5-10 sekunddan keyin yonidaxon qilib hisob olib qilishgan. Ya'ni svetoforlar juda yaxshi. Ya'ni bilib bilmaysiz, o'zi sariqdan o'tib qizilga o'tib yuravergan taqdiringizda ham naryoqdagilar kutib turgan bo'ladi. Shunaqangi umni svetoforlar ishlatilgan. Xo'p, havo o'zi sekin isiyapti. Biz esa konditsionerni shaqqatni qo'shib qo'yamiz. Shu bilan ishimiz 5 xudo xolisi. Bo'ldi, buni ham olib kelib qo'ydik. Katajani. Xo'p. Olib kelib qo'ydik. Chekkaroqqa kelganmiz. Batdan chiqib hozir nima deydi? Bitta 19 so'm qolyapti. Endi hozir yana qo'shib beradi. Qanaqadir bonusi bor. Shu bonusi bilan normalniy summa bo'ladi. Xo'p. Ko'rib turibsizlar akalar, chekkaroq joyda archalar, o'ziga yarasha vibe boshqacha baribir. Baribir nima deydi? Amerikani anaqasiga o'xshab ketadi baribir. Kinolarda, videolarda ko'p bloger akalarimizni videolarida ko'rganman. Shunaqa parkovkalar, muhit Amerikaniga o'xshab ketadi. To'g'risi Amerikada bo'lmaganman-ku, baribir tushundilar xullas meni. Xo'p akalar, ishga chiqdik. Qisqa tanaffusdan so'ng. Sababi Lidldan kirib, ikkita xurosan chiqdim. Yeb oldik, xudo xolisa endi. Yonib turgan joyda turibmiz. Hozir batdan zakazga tushamiz-da va yana davom etamiz. Xo'p, ishlaganimiz 51 zlot paketda 2 dona zakaz. Xo'p, bizda keyingi zakazimiz bor, 38 zlotlik. Xo'p, Sandra tushyapti, 3.7 kilometrdan. Sekin boramiz, zakazga qarab. Qani bo'lsa ketdik. Xo'p, akalar, 3-zakazga keldik. Bu yerda kutib turamiz. Sandrani 2 minut kutishimiz kerak. Xo'p, buni olib tashlab qo'ysak, yana 30 so'm yana bo'ladi. Где-то so'mga olinadigan bo'lsa, har bitta poyezdkani o'zi 100 ming so'mga to'g'ri keladi. Shunaqa 33-34 zlotli poyezdkalar 100 ming so'mdan. Hozir men sizlarga kursni ko'rsatib qo'yaman. Mana shu yerda chiqadi. 1 zlotlarning qancha bo'lishini. Xo'p akalar, opani olib kelib tashlab qo'ydim. Sandra havo sovib ketdi, lekin eski. Xo'p, keyingi zakazda kutamiz. Yablona degan joyga kelganman. Ko'rayotgan bo'lsa, mana Yablona. Kutamiz endi. 89 bo'ldi, 3 ta poyezdkamiz. Xo'p, Meta Storina Modulin aeroport. Bat 3 ta reys bor deyapti. 40 ta elita o'chirt bor deyapti. Baqa borsa ham prinsipi bo'laveradi. Akalar, bizda keyingi zakaz 42 zlotdan 16 kilometrdan tushyapti. Olivey ekan, qat'iy yurar ekan Uber X'dan, bilmayman qaysi tarafga yuradi, lekin 10 kilometrga boramiz. Qani bo'lsa ketdik. Lekin bu klient aqlini qilardi. Akalar, menda 5 ta reys bo'lib ketibdi. Biz ketdik bo'lmasa reyslarga hozir ko'ramiz. Pike deyapti. 30 minut pryobod. Biz 51 ta mashina bor ekan. Aeroportga qarab bosamiz akalar. Onasini emsin. Ketdik. Modlin aeroportiga boramiz va o'sha yerdan zakazlarni olishda boshlanadi.
To'g'risi hech bir marta olganman zakaz. Boramiz hozir XL da olishga harakat qilamiz. Sababi XL da ozroq mashinalar juda ham oz. Shuni hisobiga hozir batdan to'g'ri chiqib borgunimizgacha ham ancha vaqt o'tadi. Tim bo'ldi yomg'irda hisobiga ham ancha muncha nima desam bo'ladi. Kinetlarda shovasi bo'ladi. 34 minut ko'rsatyapti, yarim soat, 11:30 ga yetib boramiz, xudo xolisa. Havoda ko'ryapsizlar. Xo'p. Bizga zakaz tushyapti UberXdan. Aeroportga menimcha. Aeroport tarafga yuramiz ekan. Hop. Chiramizda, ko'rib turib. Hop, 37 so'mlik. Kinga degan qizdanmi, boladan boramiz. 13 minut 8,5 kilometr. O'sha yo'lakay tushyapti zakaz, ya'ni o'sha aeroport tarafga tushyapti. Совпадение deyapti. Fupuch qildim aeroportga. Shunaqa zakaz berdi. Endi ko'rib turibsizlar akalar, nima deydi, shahar tinch, to shahar debman, qishloq joyi. Lekin shunda ham zakaz bor. Akalar, yana foydali ma'lumot aytib o'tganman. Ko'pchilik so'raydi, O'zbek prava bilan, O'zbekistondan ko'pchilik kuzatadi meni. O'zbek prava bilan borib taksida ishlasak bo'ladimi? O'zbek prava bilan kelib firmalarda ishlashlaring mumkin, lekin taksida ishlay olmaysizlar. Tasdavkada ishlashlaring mumkin, bo'ldi. Taksida ishlayman desalaring, qo'llaringda polskiy prava bo'lishi kerak. Xo'p, ko'pchilik savol beradi, ya'ni polskiy pravani qanday olsak bo'ladi? Polshada kelib turib 6 oy yashaganingizdan keyin qonuniy minimalniy rasxod 200-300 dollar ketadi, maksimum o'sha dokumentlaringiz bilan almashtirsangiz bo'ladi. Bez imtihon dokumentlaringizni olasiz, ujotga berasiz, ujot sizga polskiy pravani chiqarib beradi. Ya'ni qanaqa kategoriyangiz bo'lsa, xuddi hamma kategoriyani qilib chiqarib beradi. Xo'p akalar, biz opani olib kelib tashab qo'ydik, shaharga keldik. Xo'p, shahardamiz. Opa gap so'z bo'lishi mumkin emas. Hop. To'rtta poyezdka o'zgarish kerak. 110, 120 yo'q yerda. 127 bo'pti. Akalar, hozir shahardan keyingi zakazni kutamiz. Endi shaharda yo'q, keyf, to'g'rirog'i gapni ochig'ini aytganda, lekin Modlinda bormi? Modlinda 45 ta 5 ta reys bor, короче. 9 Modlinga bitta tushib berganda edi, zo'r bo'lardi. Modlinga yo'q hali zakaz. Keyingi zakazni kutamiz. Xo'p akalar, biz keyingi zakazni olib keldik boqqa, ulgurmay qoldim olgani. Keyingi zakazimiz 19 zlotli zakaz. Xo'p. Bu tarafdan yuramiz. Xo'p. Batdan ketdi bo'yicha. Ranyak. Qizilotlik. Xo'p akalar, hokimiyati, Polshani hokimiyati deydi-ku, haligi o'zimizda государственный joylari mana shu ko'chasi. Hozir biz batdan to'g'ri aql yurib turib, yo'limizni topib pastga tushib ketishimiz kerak. 2 kilometr ko'rsatyapti. Xo'p, Uber inagida aldab turadi, shunaqa qilib. Uberning xaritasi yaxshi emas. Shuning uchun xaritani o'chirib qo'yishim kerak. Xo'p akalar, mana ko'rib turgan stadionlaring Legia anaqasi, sportivniy stadioni. Legia, bilasizlar. Legiada Robert Lewandowski o'ynagan birinchi yillari, keyin mana shu akademiyasidan chiqib, keyin Poznanda ligasiga o'tgan, undan keyin Yevropa qilib ketgan. Ular shu stadion Legianiki, Varshavskiy komanda bo'ladi-ku. Farg'onada Neftchi, Toshkentda Paxtakor, xuddi shunaqa Legia klubi stadioni. Ular shu yerdan hozir klient olamiz. Xo'p akalar, bu odam tashab ketdi, uni tushib ketdi. Xo'p, Franyak. Xo'p, biz endi keyingi zakazni kutamiz. Bizda bu 150 bo'lishi kerak hozir. Bizda keyingi zakaz Comfort
Violeta chiqdi. Hop. Hozir ketdik 800 metrdan. 800 metrdan где-то 500-600 metr qoladi. Ko'p qolmaydi. O'tamizda xo'p. Aslan navbatda velilar keladi, u veli yo'laydi. Ehtiyot bo'lish kerak, sababi battasi yoshlar unaqa qilmaydi, yoshi kattalari ashi nima deydi, farqi yo'q, haydab yorishadi. Xudo ko'rsatmasin, u bu bo'lib diza tep qoladi ham bo'lsa, pishib qoladi. Xo'p, bizga bu poputchikli zakat tushyapti, bizga bu kerak emas. Opani olib tashlab qo'ydik. Endi keyingi zakatni kutamiz. 64 bo'ldi. Xo'p, bitta orqaga chiqib olishimiz kerak. Xo'p. Bizga 19 zlotgani tushyapti. Uber X dan bu обычный. Uber X degani обычный tarif, ekonom. Ekonom klass degani ekonom olmaymiz. Yaqinroq bo'lsa olsak bo'ladi. Lekin uzoqdan olib variant emas. Xo'p, havoni ko'rib turibsizlar, akalar. Havoda mazasi yo'q. Bag'anda yomg'irli havolar bo'lsa kerak. Xudo xolisa soatimiz ham 12:30 bo'ldi. Xo'p, akalar, zaraza. degan akani tashlab qo'ydik va endi keyingi zakazni kutamiz uni. Bu zakazimiz Uber X dan bo'ldi, ya'ni Uber ekonomik tarifdan bo'ldi. Endi hozir 12 zlot berdi, 3 kilometr yurdik. Keyingi zakazni endi kutamiz. Mana keyingi zakazimiz ham tayyor. Xo'p, 2 kilometrdan Uber X olaylikmi, olmaylikmi? Mayli, olamiz, biz ketdik. Bu yerdan o'ngga burilishimiz kerak. Hop. Chiq yo'q hech kim. Ketdik bo'lmasa, hop. Katajana. Boshida til kelishi rosa qiyin bo'lgan. Lekin shu 1.7-1.6 kilometrdan olinadi. Hop. Vibe nima deyapti akalar? Shaharning ichi shunaqangi ko'p daraxt bor. Kislorod o'rmonlari, endi Polshaga bir marta kelib ketgan odam biladi baribir havosini. Eslayman, yoshligimda Marg'ilonda katta bo'lganmiz. O'sha Marg'ilonda chinorlar, juda ko'p chinorlar bo'lardi. Qushlardan chumchuq deydi bizda. Endi har kimda har xil bo'ladi. Chumchuqlar sayrab turardi, har xil qushlar bo'lardi. O'sha chinorlarni olib tashlashdi, hozir mana qo'pol qilayotganda o'rniga anaqa hallaqa manzarali daraxt ekishdi, lekin baribir chinorni 30 yil, 40 yillik chinorlarni baribir endi ko'kartirib olgungacha ancha vaqt ketadi. Hozir cho'l bo'lib qolgan. Cho'l bas, qo'pol bo'lib ketmasin. Daraxtlar yo'q, issiq bo'lib ketgan juda ham. Xo'p akalar, tashlab qo'ydik. Bu Respublika deb Panamani anaqasi ekan bu, ambassadasi. Ambassadalik elchixonasi. Panama bayrog'i turibdi. Xo'p, bizda keyingi zakazimiz bor, Supun. Bu ham 1 kilometrdan ekan. Zakazni olamiz endi. Xo'p, qaranglar, Panamaniki ambassada chiroyli shunday nima deydi? Nizametni qo'yib qo'yilgan. Amerikaniki, Rossiyaniki, bitta Rossiyaniki jicha bahaybatroq, qolgan davlatlarga qaraganda elchixonasi men ko'rganman, qattiqroq qo'riqlanadi. O'zim ham 1-2 marta o'sha yerda proverka qilishga o'tib ekanimda. Atak shu Amerikan elchixonasi keyin juda qattiq qo'riqlanadi. Kim ko'rgan bo'lsa, Varshavada taksida ishlayotganlar tasdiqlashadi. Xo'p, mana shu rayonda, Vilanov rayonida ambassadalar juda ko'p. 10 ta Misrdagi bor, bitta masjid bor bu anaqani orqasida. Ular shunaqa akalar. Keyingi zakazimizga boryapmiz endi. Xo'p akalar, bu joyga olib kelib tashladik. Supunni, bilmayman, o'sha induslar ekan. Induslar bilasizlar, inglizchada gapirishadi. Polak tilini bilishmaydi, rus tilini ham. Induslar olib kelib qo'ydik. Hozir bu 200 bo'lishi kerak. Mana 200 bo'ldimi? Bo'lindi tezroq. 10 ta payesga urib qo'ydik qabaqa. 227 bo'ldi. Xo'p, endi uyga kirib jizadan olib chiqsam bo'laveradi. Sababi yana komfort beryapti.
Yo'q, buni olmaymiz. Chiqamiz ham yerdan ishlarimiz bor, ishlarimizni hal qilamiz endi. Xo'p, endi hozir yerda parkovkaga joylaymiz mashinani va ishimizni bitirib, yana sekin yo'lga chiqamiz. Xullas akalar, hozir Varsavada ustaxonamizga kelganmiz. Hozir mana mashinamni bundan oldingi videoda ko'rib yurgansizlar. Gibridida muammo edi, gibridini tuzatdi hozir. Bu o'zimning toychog'im. Xo'p. Ustaga xizmatda. Xullas akalar, Varsavada kim taksida ishlasa, pastga nomer qoldiraman, ma'zillarni ham qoldiraman. Aloqalashib kelaverasizlar. Yog' almashtirish 50 zlot. Yog' pog' filtrlari bilan kesalang, hamma o'zlarida bor. Sразу almashtirib berishadi. Kavutka almashtirsam 50 zlot, diagnostikasini o'zlari qo'yib berishadi. Zapchas-mapchasiga ham ancha-muncha plus 30 talik, 20 taliklarga ham zapchaslari bor. Ular aloqaga chiqaverasizlar, shu nomerlarga kim Varsavada bo'lsa. Ro'parosa 2 soat ichi mashinani tuzatdim. Ya'ni buni emas, ikkinchi mashinamni ustaxona dedik. Atdan chiqdik, endi yana 16-17 da ishda boshlaymiz. O'sha Rembertov degan rayonda biz hozir Rembertovdan sekin yana ishga chiqib ketamiz. Qani bo'lsa boshladik. Xo'p akalar, bizda keyingi zakaz bor. Biri 3 kilometrdan tushdi. Rembertovdan Ursunov tarafga 27 zlotga qabul qildik. Xudo xolasa endi borib olamiz va ishni boshlaymiz endi. Okej, tutaj tak? Miłego. Dziękuję bardzo. No proszę bardzo, do widzenia. Żartowałabym. Nie, bo tam się zaczęło kłócać. Akalar, bu akani olib kelib qoldirdik. Macha ekan, macha. Hop, hozir o'zgaradi bu, 300 bo'ladi. Hop, o'zgar. Bo'ldi. 316 bo'ldi. Hozirgi kunda $100 kursga hisob qiladigan bo'lsalaring 355 zlotda tashkil qiladi hozirgi kunga. Hop. 316 bo'ldi. Xo'p, bu akani tashlab chiqdik. Endi bizda keyingi zakaz Victoria. Victorianing yoniga boramiz. Xo'p akalar. Achkida ketyapti video. Nima deydi? Telefonimni ham olsam bo'ladi. Achkida ketyapti. Bag'i endi xudo xolasa montajni to'g'rilab yuboraman degan umiddaman. Xudo xolasa shunaqa. Xo'p, nima deydi? Bemalol ertalab chiqib shu ishlab imini 12 soatda 500-600 zlot bemalol topib ketsa bo'ladi. Imini Uberda. Bugun xudo xolasa ko'rsataman polni. Orada 2 soat dam oldim. Dam demadi uni. Shu servisga bordik. Servisga borib ishlarni hal qilib chiqdik. Xudo xolasa u mashina ham ishga chiqib ketdi endi. Bum, akalar. Kechki smenani tugatdim. To'g'risi, dakans ololmaganim uchun uzr so'rayman. Sababi orada bir dam oldim. Hozir men sizlarga to'liq ishlaganimni, nech pul, qancha soat bo'lganini aytib beraman. 18 ta poyezdka yopyapman, 8,5 soat setda bo'lyapman. 34 balla yig'ilinyapti. 430 nalogsiz, 406 chista qolgani. Undan tashqari yana 20 zlotim bor. 20 zlotni opa berib tushib ketgan. Chay berib tushib ketishgan. Xo'p, ishlagan pulimni mana shu ekranga chiqarib qo'yaman 8 soatda. Atakan hozir 2 soat ishlaydigan bo'lsam, buni bemalol 500 qilib qo'ya olaman. Xullas, shunaqa akalar. Hammaga yaxshi kun, yaxshi kayfiyat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Video yoqqan bo'lsa bir dona like qo'yib qo'yinglar. Yana gaplashamiz.